Dada men uylanaman qoldi, onasi deyapsiz. Yopiring. Tanım ketganmi seni? Dada 30 ga kirdim. Men qachon uylanaman? Mayliga kimga uylanasan? Yana Sattor akaning qizi Madinaga. O bo'lmaydi, u alkash. Bo'lmasa Shuhrat akaning qizi Sitoraga. O pasu. Voy, turingchi. Siz balandmisiz dada? Bo'yi past demadim, o'zi past dedim. Bilmayman dada, pastmi balandmi? Shuhrat akaning qizini olib berasiz. Qiz rozimi yo'qmi hali? O xalqiganman dadajon. Otasi-chi? Otasini ham xalqiganman. Uyning sarpasi yo'q hali. Sarpo? Sarponi ham xalqiganman. Qayerdan? Mana dada, mana Sarpo to'yini bir endi O'zbekistonda yagona. Mana shu yerda hamma to'yga kerakli narsa bor. Bu yerda Muhabbat opam bosh bilasa, yuring endi olib bering. Muhabbat opam dadamga tushuntiring. Amaki to'y uchun Sarpo to'yida hamma narsa bor. Ko'rpachalarning dodasini o'qiltirib qo'yganman. Miramurlarning chiroylisi faqat Sarpo to'yida bo'ladi. Ayni sizlar uchun chiroyli turetskiy gilam ko'rpachalarni o'qiltirib qo'yibman. Rang-ranglarni bemalol topolasiz, yiqilmaysiz, qo'rqmang. Ana dada, endi onamning qo'liga igna kirib, ko'rpacha qovush shart emas. Bu yerda tayyor ko'rpacha yostiqlargacha bor. Dacha deysizmi, uy deysizmi, hammasiga sherdan olib ketamiz endi. Bo'ldi, shu yerdan hamma narsani olamiz. Opa, hamma narsadan o'ring. Kelinglar, o'xshayapsizlar. Kelinglar. Xudo, Sarpoyni yaxshidan olibsiz-ku. Men 25 ta aytdim. 24 top kelib qo'yibsiz-ku, ha? Aytdim shu pas bilan quda bo'lmayin deb. To'ylar muborak